Assalomu alaykum ustozlar, hammaga yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, demak, turbo marafon guruhimizda savol kelgan ekan. ABC 3 burchakda A burchak 30, B burchak 50. 3 burchak tomonlari uchun quyidagi munosabatlardan qaysi biri to'g'ri bo'ladi deb 4 ta variant berilgan. Bu variantlarni tekshirish sal qiyinroq. Shuning uchun demak, qanday qilib qanaqa munosabat borligini biza topsak bo'ladi. Shuni tushuntiraman sizlarga. Demak, 30 ga 50 80 C burchak topadigan bo'lsam 100 gradus. Burchak C yozaman 100 gradus. Ya'ni bu yoqda qanaqa bog'lanish bor? E'tibor beringlar ustozlar. C burchak B ni 2 baravar, ya'ni B burchak 50, C burchak 100, 2 baravar. Shuning uchun men C uchidan nima qilaman? CD bissektrisa o'tkazaman. CD demak bissektrisa o'tkazgan paytimda burchaklar nechi bo'ladi? Bu yog'i 50, bu taraf ham 50. Tomonlarini bilasizlar. A uchini qarshisida yotgan tomon mana A, B uchini qarshisida yotgan tomon B va C uchini qarshisida yotgan tomon C. 50 ga 50 bissektrisa o'tkazdim. Menda qaysi uch burchak? BCD uch burchak teng yonli bo'lib qoldi. Ya'ni BCD teng yonli degani ustozlar, mana BD kesma bilan CD kesma o'zaro bir-biriga teng. Va menda bissektrisa xossasidan ko'ra AB bo'lsa, pastidagi kesmalar qanaqa bo'ladi? Bu taraf AX, bu taraf menda BX degan narsa bo'ladi. Nimaga? Chunki bissektrisa xossasi. BD bilan CD tengligidan bu yo'q ham AX deb yozib qo'ysam, menda hech kim xafa bo'lmaydi. O'zlaringiz uchun bitta eslatma qilib qo'yinglar, buni oxirida foydalanamiz bundan. Ya'ni AX ga BX ni qo'shganim menda C ga teng. Yoki bo'lmasa X ni topganim C taqsim A plus B ga teng. Tushuntirib bera oldimmi? Bissektrisani uzunligini topish formulasi bor. Bilasizlar, ya'ni L barobar ilzosda demak CB ko'paygan CA yozamiz. BC ko'paygan AC ayrilgan BD ko'paygan AD. AD ko'paygan BD. Shu xossadan foydalanamiz. Ya'ni L degani menda nima? AX. AX barobar ilzosda AB minus AX BX ni ko'paytirganim AB kara X ni kvadrat. Bo'ldi. Nima qilaman? Kvadratga oshirib yuboraman ustozlar. Nima bo'ladi? A kvadrat X kvadrat barobar AB minus AB X ni kvadrat. Bo'ldi. Menda уже ko'p narsa bor. X kvadratlikni bu tarafga olib o'taman. X kvadrat ko'paygan demak A kvadrat plus AB bo'ladi. A ni ham qavsdan tashqariga olib chiqaman. A plus B barobar AB. Bittadan A'lar qisqartirishga haqqim bor. Demak, bundan menda nima bo'lib qoldi ustozlar? X ni kvadrati barobar B taqsim A plus B. Manda nima bor edi? C taqsim A plus B bor edi X ni. Ya'ni yozib qo'yamiz. X barobar C taqsim A plus B bor edi. X ni kvadrat shunda nima bo'ladi? C kvadrat taqsim A plus B ni qavsda kvadrati bo'ladi. A plus B lar bittadan qisqarsa nima bo'lib qoladi? B ko'paygan A plus B barobar C kvadrat bo'ladi. Yoki da bo'lmasa buni ochib chiqinglar. AB plus B kvadrat barobar C kvadrat. Tushuntirib bera oldimmi? B kvadratni ayirish qilib olib o'tsangizlar. AB barobar C kvadrat minus B kvadrat. Bundan A ni topadigan bo'lsangizlar, C kvadrat minus B kvadrat taqsim B degan ifoda kelib chiqadi. Mana bu demak ABC'lar orasidagi bog'lanish. Testda bu javob bor. Ya'ni har bitta javoblar tekshirish qiyin. Shuning uchun keltirib chiqarish kerak. Tushunarli bo'lgan bo'lsa bitta like sizlardan aylansin. Hammaga rahmat. E'tibor uchun charchamanglar. Sog' bo'linglar.